Bu videomiz ko'pchilikka foydali bo'ladi deb o'ylayman, Xudo xolasa. Xo'p, tomda tunikada yopsa chiroyli chiqadi, albatta figurali uylarga yarashadi. Xo'p, lekin buni qishda sovuqda, yozda issiqda ancha ziyoni bor. Sababi sovuq o'tkazadi, yozda o'ta issiq bo'lib ketadi. Shuni hisobiga meni maslahatim tom qismini shiberda qilganni maslahat beraman. Xo'p, endi bu holatda tunika qo'ydirib olgan odamlar uchun lifehack. O'zimiz sinab ko'rdik. O'ta issiq bo'lib ketyapti. Shuni hisobiga tomga straplni tagidan tonni nimada qatirib chiqdik. 3 santimetrlikda. Bu narsa ancha foyda berdi. Lampa qismiga yetkazmagan holatda qildik. Sababi bu yoqqa kerak emas deb o'yladik. Bu ancha issiqni qaytaryapti. Tonni tom qismi shu bilan to'silingan. Strapl tagidan bir-biriga pena berib, nimasi bor? Bir-biriga svязка, chekkasiga asha pena surkab turib, keyin shurtda qatirib qo'yganmiz. Strapl bilan tunikaning orqasi 10 santimetr havo aylanish hisobiga ancha sezyapmiz. Hozirgi kunda issiqda ancha issiqni qaytaryapti. Mabodo kimdir tomini tunika qildirgan bo'lsa, shunaqa holatda nimadan pokdan Perapleksdan foydalanib nima qilinsa ancha issiqni qaytaryapti. Sizlarga ham maslahatim shundan foydalaninglar. Qo'shimcha loy bosishni o'yladik, to'sinlar ko'taramiz deb har xil holatlarda o'yladik, hisob kitob qildik, keyin oxiri shuni qilishga nima qildik? 3 santimetrlik. Xudo xolasa yaxshi effekt beryapti. Ko'ringlar, agar ma'qul kelgan bo'lsa, siz ham foydalanishingiz mumkin.